Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tashabbusi bilan joriy yilning 15-may kunidan 15-iyun kuniga qadar viloyat hududida xavfsiz oila maxsus profilaktik tadbirlari o'tkazilishi belgilangan. Kuni kecha viloyat Ichki ishlar boshqarmasi voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazida maxsus profilaktik tadbir doirasida kengaytirilgan yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda ichki ishlar organlari xodimlari, hokimiyat vakillari, mahalla hamda xotin-qizlar faollari, yoshlar yetakchilari, qolaversa mutasaddi tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Yig'ilishda oila turmush munosabatlari doirasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olish, oilalarda sog'lom ma'naviy muhitni shakllantirish. Mana bugun respublikamiz miqyosida e'lon qilingan, start berilgan xavfsiz oila profilaktik tadbirini ochilish marosimini tashkillashtirdik. Bunda hamkor tashkilotlarimizni ishchi guruh a'zolarini yig'ilishini qildik. U yig'ilishda ularga berilgan vazifalar o'qib eshittirildi. Bir oy davomida tanlab olingan oilalar bilan kompleks ishlash ishlari rejalashtirildi. Hozir mana guruhiy ishlash jarayoni ketyapti. Bolalar bilan psixologlar tomonidan psixologik portretlar shakllantirib, tibbiy ko'rik o'tkazish jarayonlari boshlandi. Ayniqsa xotin-qizlar va voyaga yetmaganlarni turli salbiy holatlardan himoya qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar muhokama qilindi. Tadbir doirasida tanlab olingan namunaviy oilalar bilan olib borilayotgan manzilli ishlar, ularning muammolarini o'rganish va amaliy yordam ko'rsatish choralari yuzasidan mas'ullarga tegishli vazifalar belgilab berildi. Tadbir so'ngida markaz tomonidan tarbiyalanuvchilarga birlamchi kiyim-boshlar hamda gigiyena vositalari topshirildi. Ta'kidlanganidek, xavfsiz oila tadbirlari aholi o'rtasida huquqiy madaniyatni yuksaltirish, oilalarda o'zaro hurmat va mehr-oqibat muhitini mustahkamlash hamda jamiyatda tinchlik va barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.